Nima birinchi may do'stlar, xudo xolasa mana Glessa degan giloslarimizni bugundan terimini qilyapmiz. Qaranglar, gilosi yiriligini. Buni xudo xolasa 38 kalibrga bemalol chiqdi do'stlar. Mana. Gilos juda yirik, o'zini o'lchaylatadimi deganlarga, mana do'stlar, gilosimiz holati. 100% o'zini o'lchaylatadi. Mana ularni mana uzilgan endi bitta. Mana bir marta uzildi bu do'stlar, bu ikkinchi terim pashti. Mana gilosni qaranglar, juda yirik, shirin, mazasi ham, qattiqligi ham zo'r do'stlar. Mana batlarni olib qo'ying. Yiriligiga qaranglar do'stlar, gilosda. Uzilgan bu. Mana juda zo'r holatda. Pog'onali bog'bondan buni xudo xolasa navdalarni bemalol olishlari mumkin. Mana bugundan terim bo'lyapti. Glessa do'stlar, Amerika Qo'shma Shtatlari Washington shtatida chiqqan o'sha mashhur bo'layotgan Glessa degan narximiz terilishni boshladi. Kalibrovkasi 38 mashina do'stlar. Sog' bo'lsa kuzatishda davom etamiz. Baklar bos tanishlarga jo'natamiz.